Messi yoki Yamal jahon chempioni kim bo'ladi? Katta final oldidan to'liq tahlil. Do'stlar, mana nihoyat kutgan kun ham keldi. Bir oy davom etgan kurash, sensatsiyalar, dramatik kambeklar va unutilmas gollar ortda qoldi. Endi esa butun dunyo nigohi bitta stadionga qaratiladi. Amerikaning MetLife Stadium arenasida 2026-yilgi jahon chempionati g'olibi aniqlanadi. Bir tomonda amaldagi jahon chempioni Argentina, ikkinchi tomonda esa turnir davomida deyarli barchani o'z futboli bilan lol qoldirgan Ispaniya. Ammo bu shunchaki final emas. Bu ikki futbol maktabining jangidir. Bu tajriba va yoshlik o'rtasidagi duel. Bu ikki qit'aning to'qnashuvi. Bu Lionel Messi va Lamine Yamal. Bir tomonda futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri, ikkinchi tomonda esa ko'pchilik yangi Messi deb atayotgan iste'dod. Qizig'i shundaki, ular nafaqat futbol maydonida, balki taqdirning o'zi yozgan ajoyib hikoyada ham bog'langan. Bugun shu haqida gaplashamiz. Ispaniya nega favorit? Argentina yana qanday qilib finalgacha yetib keldi? Messi oxirgi mundialida tarix yozadimi yoki Yamal yangi davrni boshlab beradimi? Bu videoda final oldidan bilishingiz kerak bo'lgan barcha muhim tafsilotlarni ko'rib chiqamiz. Messi va Yamal hikoyasi. Final haqida gap ketganda hammaning e'tibori bitta qarama-qarshilikka qaratilgan. Lionel Messi va Lamine Yamal 39 yosh, 19 yosh oralarida roppa-rosa 20 yil farq bor. Lekin ularni bog'laydigan voqea bundan ham qiziqroq. 2007-yil Messi endigina dunyo futbolining yangi yulduziga aylanayotgan davr. Barselona xayriya aksiyasida noodatiy fotosessiya tashkil qilinadi. Unda Messi 5 oylik chaqaloqni cho'miltirishda ishtirok etadi. O'sha chaqaloq bugungi Lamine Yamal edi. O'shanda hech kim tasavvur ham qilmagandi. Oradan qariyb 20 yil o'tib, aynan o'sha chaqaloq jahon chempionati finalida Messining eng katta raqibiga aylanishini. Futbol ba'zida shunday syujetlar yozadiki, hatto eng kuchli ssenaristlar ham bunga havas qiladi. Messi uchun bu ehtimol so'nggi jahon chempionati, Yamal uchun esa birinchisi. Biri tarixni yakunlash uchun maydonga tushadi, ikkinchisi esa yangi tarixni boshlash uchun. Shuning uchun ham bu final oddiy final emas. Bu avlodlar almashinuvi ramziga aylanishi mumkin. Ispaniya finalgacha qanday yetib keldi? Agar turnir boshida kimdir Ispaniya finalgacha atiga bitta gol o'tkazib yuboradi desa, ko'pchilik bunga ishonmagan bo'lardi. Chunki ularning mundiali umuman kutilmagan natija bilan boshlandi. Afrikaning debyutida Cabo Verde hisob 0-0. Ko'pchilik Ispaniyani tanqid qildi, ammo Luis de la Fuente buni muammo emas, jarayon deb ko'rdi. Sababi jamoaning bir nechta asosiy futbolchilari hali optimal sport formasiga chiqmagan edi. Yamal, Rodri va yana bir nechta yetakchilar jarohatdan keyin asta-sekin o'z holatiga qaytayotgandi. Keyingi o'yin esa butunlay boshqa manzarani ko'rsatdi. Saudiya Arabistoni darvozasi tomon hujumlar yomg'irdek yog'ildi. Shundan keyin Ispaniya tobora kuchaya boshladi. 1-16 finalda Avstriya, yana to'liq ustunlik, hisob 3-0. Ammo haqiqiy xarakter Portugaliyaga qarshi namoyon bo'ldi. Butun o'yin davomida himoyani yorib o'tish oson bo'lmadi. Hammasi qo'shib berilgan daqiqalarga qarab ketayotgan edi va aynan o'sha pallada zaxiradan tushgan Mikel Merino qahramonga aylandi. 91-daqiqada gol. Portugaliya musobaqani tark etdi. Bu esa Cristiano Ronaldoning faoliyatidagi so'nggi jahon chempionati uchrashuvi bo'lib qoldi. Chorak finalda Belgiya, hisob 2-1, lekin o'yin hisobdan ancha ustun edi. Ispaniya to'pni nazorat qildi, ritmni boshqardi va raqibga deyarli imkon qoldirmadi. Ammo ularni eng katta sinov yarim finalda kutayotgandi. Fransiya to'sig'idan qanday o'tildi? Yarim final turnirning eng kutilgan bahslaridan biri. Bir tomonda Mbappe, Dembele va Olise boshchiligidagi Fransiya, ikkinchi tomonda esa butun turnir davomida eng tartibli futbol namoyish etayotgan Ispaniya. Ko'pchilik bu uchrashuvni finaldan oldingi haqiqiy final deb atagandi. Sababi oddiy, Fransiya tarkibidagi individual mahorat deyarli har qanday jamoani sindira olardi. Lekin maydonga tushgan zahoti bitta narsa yaqqol sezildi. Ispaniya Fransiyaga futbol o'ynashga umuman imkon bermadi. Luis de la Fuente shogirdlari o'yinning ilk daqiqalaridanoq markazni to'liq egallab oldi. Bu yerda esa asosiy rolni yana Rodri o'ynadi. U shunchaki yarim himoyachi emas edi, go'yoki butun jamoaning miyasi edi.
Har bir hujum uning oyog'idan boshlandi. Har bir pressing uning ishorasi bilan boshlandi. Har bir xavfli vaziyat ortida ham uning mehnati bor edi. Mbappe deyarli bo'sh hudud topa olmadi. Dembele odatdagidek tezligini ishga sola olmadi. Olise esa deyarli ko'rinmadi. Fransiyaning eng kuchli quroli hisoblangan hujum uchligi o'yindan uzib qo'yildi. Ammo bu hali hammasi emas edi. Lamine Yamal yana bir bor o'zining yoshi shunchaki pasportdagi raqam ekanini isbotladi. Uning dadilligi tufayli Ispaniya penalti ishlab oldi. Oyarzabal esa imkoniyatni sovuqqonlik bilan golga aylantirdi. Ikkinchi bo'limda esa yana bir ideal kombinatsiya. Dani Olmo, Pedro Porro, aniq uzatma, aniq zarba va 2-0. Hisob oddiy ko'rinishi mumkin, ammo maydondagi ustunlik bundan ham kattaroq edi. Shu tariqa Ispaniya mutlaqo haqli ravishda jahon chempionati finaliga yo'l oldi, ammo finaldagi raqib ham osonlikcha bu yerga yetib kelgani yo'q. Argentina finalgacha qanday yetib keldi? Agar Ispaniya finalga chiroyli futbol evaziga yetib kelgan bo'lsa, Argentina bu yo'lni xarakter evaziga bosib o'tdi. Scaloni shogirdlari deyarli har bir play-off uchrashuvida muammoga duch keldi. Ammo eng qizig'i, har safar ular qandaydir yo'l bilan g'alaba qozonishni uddaladi. Guruh bosqichi ancha xotirjam o'tdi. Jazoir, Avstriya, Iordaniya. Argentina deyarli qiyinchiliksiz guruh g'olibiga aylandi. Messi esa ilk o'yinlardanoq o'zining navbatdagi mundiali boshqacha bo'lishini ko'rsatdi. Ammo haqiqiy sinov play-offda boshlandi. Avval Cabo Verde ko'pchilik oson g'alaba kutgandi, lekin afrikaliklar Argentinaga haqiqiy jang taklif qildi. Ular nafaqat himoyalandi, balki bir necha bor chempionlarni jiddiy muammoga solib qo'ydi. Keyingi bosqich esa bundan ham dramatik o'tdi. Misr Argentinani bir paytning o'zida 2 to'p farqi bilan ortda qoldirayotgandi. Butun stadion jim bo'lib qoldi. Shu paytda ko'pchilik amaldagi chempion turnir bilan xayrlashadi deb o'yladi. Lekin aynan mana shu vaziyatda Messining haqiqiy liderligi namoyon bo'ldi. U jamoadoshlarini ortidan ergashtirdi. Argentina asta-sekin o'yinga qaytdi, bosimni kuchaytirdi va comeback amalga oshdi. Bu o'yin hakam qarorlari sabab ham uzoq vaqt muhokama qilindi. Ammo tarixda faqat bitta narsa qoladi. Argentina keyingi bosqichga chiqdi. Chorak final, Shveysariya, yana qiyin bahs, yana keskin kurash. O'yin qo'shimcha daqiqalar tomon ketayotgandi. Aynan shu paytda Shveysariya futbolchisining qizil kartochkasi vaziyatni butunlay o'zgartirib yubordi. Argentina yana imkoniyatdan foydalandi. Yarim final, raqib Angliya. Ko'pchilik uchun aynan shu o'yin turnirning eng dramatik bahsiga aylandi. Angliya uzoq vaqt davomida o'yinni nazorat qildi. Hisobda ham oldinda edi, lekin bitta xato. Faqat bitta xato butun o'yinni o'zgartirib yubordi. Angliya gol urgach himoyaga o'tib oldi. To'pni Argentinaga topshirdi va bu xato ularga qimmatga tushdi. Messi yana o'yinni o'z qo'liga oldi. Birin-ketin hujumlar boshlandi. Argentina raqibni o'z jarima maydoniga qamab qo'ydi. Natijada comeback 2-1 va yana bir bor Messi finalga chiqdi. Ammo bu safar u shunchaki finalga chiqqani yo'q. U o'z faoliyatidagi eng muhim o'yinga chiqmoqda. Chunki bu uning jahon chempionatidagi so'nggi uchrashuvi bo'lishi mumkin. Luis de la Fuente qo'l ostidagi Ispaniya bugungi kunda dunyoning eng tartibli terma jamoalaridan biri hisoblanadi. Ularning har bir harakati oldindan rejalashtirilgandek. Kim qayerga yuguradi, kim pressing boshlaydi, kim hujumni yakunlaydi, hammasi mukammal darajada ishlaydi. Turnir davomida ispaniyaliklar o'rtacha 64% ga yaqin to'p nazoratini saqlab kelmoqda. Lekin bu oddiy statistika emas. Eng xavflisi shundaki, ular to'pni shunchaki ushlab turmaydi. Ular raqibni yugurtiradi, charchatadi, asabini buzadi va aynan raqib kuchsizlana boshlagan paytda hal qiluvchi zarbani beradi. Nega ko'pchilik Ispaniyani favorit deb hisoblamoqda? Final oldidan deyarli barcha ekspertlarning fikri bir joyda birlashmoqda. Ularning aksariyati favorit sifatida Ispaniyani ko'rsatmoqda. Lekin nega? Axir narigi tomonda Lionel Messi boshchiligidagi amaldagi jahon chempioni turibdi-ku. Buning javobi bitta futbolchida ham emas, bitta statistikada ham emas. Gap butun jamoaning qanday ishlashida. Rodri Ispaniyaning yuragimi? Ko'pchilik Yamal haqida gapiryapti. Bu tabiiy, u hali 19 yoshida butun dunyoni hayratda qoldirmoqda. Ammo De La Fuente uchun eng muhim futbolchi boshqa. Bu Rodri. Agar futbolni shaxmatga qiyoslasak,
Rodri shoh ham emas, malika ham emas. U butun taxtani boshqarayotgan o'yinchining o'zi. Hujum ham undan boshlanadi, himoya ham u bilan boshlanadi, bosim ostida ham u xotirjam. FIFA statistikalariga ko'ra Rodri turnir davomida bosim ostida eng ko'p aniq pas bergan futbolchi bo'ldi. Bu shunchaki pas emas, bu bosimni sindirish degani, bu raqib pressingini 1 soniyada yo'q qilish degani. To'p yo'qolganda esa u yana boshqa futbolchiga aylanadi. Raqibning qarshi hujumini birinchi bo'lib to'xtatadi. Pozitsiyani mukammal tanlaydi va ko'p hollarda xavf tug'ilishidan oldin uni bartaraf etadi. Messini to'xtatish vazifasi ham aynan uning zimmasiga tushishi mumkin. Yamal Ispaniyaning eng xavfli qurolimi? Ammo final taqdirini bitta futbolchi hal qilishi kerak bo'lsa, ko'pchilik Lamine Yamalni tanlaydi. Bu turnir davomida u deyarli har bir o'yinda nimadir yaratdi. Gol, assist, penalti yoki shunchaki himoyachini kulgili ahvolga soladigan dribling. Fransiyaga qarshi o'yinda buni yana bir bor ko'rdik. Argentinaning eng katta kuchi nima? Kimdir Ispaniyani allaqachon chempion bo'ldi deb o'ylayotgan bo'lsa, juda katta xato qiladi. Chunki Argentina statistika bilan emas, xarakteri bilan finalga yetib keldi. Scaloni jamoasining eng katta quroli shundaki, ular hech qachon taslim bo'lmaydi. Turnir davomida urilgan 19 ta goldan 12 tasi 75-daqiqadan keyin urilgan. Bu tasodif emas, bu mentalitet. Argentina oxirgacha kutadi, raqib charchashini kutadi, bitta imkoniyatni kutadi va o'sha imkoniyat kelganida jazo muqarrar bo'ladi. Buni Cabo Verde ham his qildi, Misr ham, Shveysariya ham, eng oxirida esa Angliya. Shuning uchun ham Ispaniya bitta soniyaga bo'lsa ham bo'shashishga haqli emas. Xo'sh, sizningcha Messi o'zining so'nggi mundialini yana bir bor chempionlik bilan yakunlay oladimi yoki Lamine Yamal yangi futbol davrining boshlanishiga sababchi bo'ladimi? Fikringizni izohlarda albatta yozib qoldiring. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchasini ham yoqib qo'ying. Chunki finaldan keyin ham sizlarni eng tezkor yangiliklar, chuqur tahlillar va eksklyuziv futbol videolari kutmoqda.